Shaxsiy blogimni, shaxsiy brendimni yuritish boshladim. Mana shu obyektlarimizni sekin-sekin topshirib, o'shalarga hammasiga chiroyli duo qilsangiz ishlarimizga, mana Instagram sohasiga ham endi kirib borib, bu yoqqa ishimizga chiroyli duo qilib bersangiz. Baraka top. Mayli ilohim. Boshlagan ishlaring fayzli, barakotli bo'lsin. Avvalambor insonlarni vatanli qilish ham juda katta savob. Allohning huzuriga borganingda nima ish qilding deb savol berganlarida insonlarni vatansiz, insonlarni vatanli qildim. Aytish ham bir jannatni bir eshigini ochganday bo'lasan, xudo xolasa. Amin. Yosh qolgansan, otangdan, onangdan ayrilib, mana shunchalik o'zing oyoqqa turib, shunchalik ishlarni qilyapsan, juda xursandman. Onangning ruhi shod bo'lsin. Joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin. Ishlaring rivojini bersin. Bolalaringga bosh bo'lgin. Amin. Xudo xolasa mana jigarlaringni, aka-ukalaringni, opa-singillaringni hammalarini haqini ham senga qo'shib berilgan. Xudo xolasa o'shalarning haqlarini ham joy-joyiga qo'yasan degan umiddaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hammasi opa-singillaringni ham uyli joyli qilib, shularni vatanli qilib yurishlaringni ko'rib yurish menga ham nasib qilsin. Xudo xolasa bolalaringga bosh bo'lgan, insonlarni vatanli qilishing bu juda bir katta mardlik deb hisoblayman. Endi xudo xolasa ona uylar quryapsizlar. Shu narx-navolarni ham insonlarni shu cho'ntagiga qarab turib baholashinglarni iltimos qilib qolardim. Ishlaringga rivoj. Robbana atina fid dini hasanat va fil oxirati hasanat va qina azoban nar. Rahmatga arham. Allohu akbar. Ishlaringni rivoji bo'lsin. Rahmat.